kim qayerdan ko'ryapti? Kommentariyaga yozib qo'yamiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mol Dunyo Uz kanalining a'zolari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, kanalimiz mehmonlari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar, qadrdonlar. Biz Andijon viloyati Shahrixon Xoldonbek Jo'ja chorva bozoridan to'g'ridan-to'g'ri efir qilyapmiz. Qadrdonlar, videolarimiz oldin bitta like so'rab qolamiz. Kanalimiz mehmonlari obuna bo'lishni unutmang. Biz qo'yayotgan videolarni muntazam ravishda ko'rib borishga muyassar etasizlar. Hafta kuniga seshanba 7-aprel. Biz videomiz oldindan eslatib o'tamiz. Telegram ochganmiz. Telegram orqali bemalol o'zlarining oldi sotish imkoniyati qilish imkoniyati bor. Bizdan uzoqlashmanglar. Biz Xonajan, bo'g'oz, sigirlarni qiziqarli bo'lgan savdolarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Shunday bo'lsa, birgalikda guvohi bo'lamiz. Qani ketdik. Biz boshladik. Bizdan uzoqlashmanglar. Aka savdolarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Biz o'sha Xonajan, bo'g'oz, sigirlarni tomonga o'tishga qaror qildik. Talab bo'ldi. Shuning uchun mana shunday ham qiziqarli savdoni yo'l-yo'lakay sizlarga olib berishga harakat qilamiz. Hormanglar, assalomu alaykum. Qaysi bo'layapti? Nech pulga? Real savdo. Xonajan bo'yi 1 metr tutmaydigan 9 million 400 ga real savdolari. Shunaqa gaplar. Biz davom etamiz. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Biz yurishni davom etdik. Xonajan bozorimiz bugun kimga qanaqa bilmadim. Juda ham avjida savdolari. Qaranglar, mana shu yerda ham savdo bo'lyapti. Mana shu yerda ham savdo bo'lyapti. Nech pulga bo'ldi? 10 million 200 ga. Baraka bo'ldimi? Kim oldi? Qadrdonlar, Xonajan bo'yi 1 metr chiqadigan xonajanimiz 10 million 200 ming so'mga baraka bo'pti ekan. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Shunaqa gaplar. Biz davom etamiz, bizdan uzoqlashmanglar. Biz davom etamiz. Mana shu bo'zayimiz. Real savdolari. Hormanglar, assalomu alaykum. Nech pul bo'layapti? Nimaga? O'g'irlanganmi? O'g'irlanganmi? Qadrdonlar, o'g'irlangan ekan. Egasi bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bozorda, Jo'ja bozorida. Bizdan uzoqlashmanglar. Biz imkon qadar qiziqarli savdolarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Boydada Uz kanali muxlislarimiz uchun akalar like bosib qo'yasizlar. Borlaringga shukr. Enavola sigir bozorida biz real savdolarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Hormanglar, assalomu alaykum. Qaysi bo'layapti hormanglar? Nimaga? Cho'chiysizlar. Ikkita odam qo'qadi. Jinoyatchi bilan o'g'ri odam, o'g'ri basilar, olmay hamma shuna dedi. Ya endi o'shna, ya Xudodan qo'rqaylik. Xudodan qo'rqaylik, bandasidan qo'rqmaylik. To'g'ri gap-da. Nech pul bo'layapti aka? 46,5. Nechinchi bolasi? 3-suya to'g'ri. Nechta suti bor yo bo'g'ozmi? 5 litr suti bor. Akalar, qiziqqanlarga telefon raqam berasizmi? Ha? Gumon, qiziqqanlarga yo'q, o'zlari uchun ma'lumot uchun telefon qiladi. Aka, havas qildim deydi. Xo'p, shunaqa gaplar borlaringga shukr, sog' bo'linglar. Shunaqa gaplar, har xil odam bor, bozorga har xil odam chiqadi. Endi imkon qadar sizlarga qo'pol gapirayotgan bo'lsam, kommentariyaga yozib qo'yasizlar, uzr so'rab qo'yaman, lekin o'zidan o'zi amen deyapti. To'g'rimi yo noto'g'rimi? Alloh yaratgan egamdan qo'rqish kerak. Bizi amen. Nimaga? Ikkita odam qo'rqadi. Jinoyatchi bilan qidiruvdagi odam qo'rqadi xolos. Qolgani hech kim qo'rqmaydi-ku. Shunaqa gaplar, ovozini qaranglar. Biz sana shu yerda chiroyli savdoni guvohi bo'lyapmiz. Biz borib ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'sh tog'a, assalomu alaykum. Hormanglar, qaysi bo'lyapti? Savdo. Nech pulga? Assalomu alaykum. Xo'sh tog'a, 36 million? 36,5 million bo'layapti ekan. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchisi. Qachon bo'ldi tug'ilgani? Tug'ilgani nech kun bo'ldi? 40 chiqdimi? Xo'p, nechta suti bor Xo'sh tog'a? Nechta suti bor? 10 litr suti bor. 10 litr. Shunaqa gaplar. Havas qilganlar like bosib qo'yamiz. Mana savdo bo'layapti. Xo'p, aka qaysi savdo bo'layapti? Hozir ko'rib qoldim uzoqdan, uzr olmam. Nech pulga? 27 beryapti. 27 inavolami? Bolasi qani? Qadrdonlar, qaranglar chiroyligini havas qilganlar like bosib qo'yamiz. Nech kun bo'ldi tug'ilganiga? 1 hafta bo'pti ekan. Shunaqa gaplar.
Yaxshi, zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Oxirgi narxi nechta bo'ldi? Qo'shtoqon oxirgi narxi 27. Ham sotgan ham Alloh barakasini bersin. Mana endi biz mana sigir bozoridamiz. Sigirni havas qilgan sigir ko'rsatadiganlar. Shunaqa gaplar. Ajoyiblari chiqdi, ajoyiblari. Yo'q, hormaydi. Aka, bu ajoyib nomi nima buni? Ha? Galish gibrid. Bolasini olsa ekan-a? Xo'p. Aka, bozor nechta qildi buningizni? Ha? 55 million beryapti. Nechta suti bor? Sog'ilmagan, zagonda sog'ilmagan, ha? Bolasi yemizdirilgan holat. Qadrdonlar 55 million qilinyapti ekan. O'zlari nechta baho aytdilar? 62 deyapti. Bozor 55 million qilyapti ekan. Qaranglar, ajoyib. Havas qilganlar like bosib qo'yamiz. Qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? boshqa bering dedi. Ha deydi, qiziqib so'raydi aka, nech pulga sotding, havas qilyaptim deb. Kechpa sol 1. Ya mayli, nima bo'lsa siz bor ekan, xursand bo'ling. Mayli, bergisi kelmadi, shunaqa gaplar. Assalomu alaykum, Hormayli aka, bormisizlar? Sementalmi bu? Ha? Ajoyib ekanmi? Bu nechta tuqqan? Bu aka bunaqa endi 2 yashar bo'lyapti. Bunaqa 2 yashar, tish endi buzibdi. Bo'g'ozmi yo'q, qisirmi? Qisirmi? Nech pul deyapsiz? 50 million deyapsiz. Bozor nech pul qildi aka? Qilyapti endi. Nech pul qildi? Yashayapti, bilim olib. Nima aytib turibman dedi. 50 million deb turibdi. Ha, 50 million deyapsizlar. Hali savdo qani akangiz? So'raychi nech pul qildi ekan? 40 ga yaqin qilishyapti aka. Xo'p, shunaqa gaplar 40 ga yaqin. Endi 40 ga yaqini qancha ekan? Biz ma'lumotini olishga harakat qilamiz hozir. Ular 40 million so'mga chiqdi ekan mana shu. Xo'p. Shunaqa gaplar bugun bozorimizga ajoyib nima deydi, havas qiladigan darajada. Xo'p, qiziqalar telefon raqam bering, 40 million bo'lyapti ekan. Xo'p. 89lik yo 90likmi? 90lik. Ha. 25 17. 90lik 148 25 17. 25-17. Shunaqa gaplar mana shu yerda ham bir havas qiladigan darajada. Qadrdonlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aka, Qormen, nechinchi tug'ishi bu aka? Ha? 4-chi bo'g'oz a? Qisirmi? Bozor nech pul deyapsiz? 45 million. Bozor nech pul qildi? Ha? 33 million qilishdi ekan. Qadrdonlar havas qilganlar like bosib qo'yasizlar. Aka, qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? Bering. 93lik beravering. Ha? 402 1887. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Biz endi o'sha sigir Enobola tomonga o'tishga qaror qildik. Imkon qadar bizdan uzoqlashmanglar. Biz sizlarga qiziqarli bo'lgan qaysi savdo bo'lyapti, Qormaylar real savdolari. Qaysi savdo bo'lyapti aka? Mashimi? Nech pulga? 37 so'rayapti. Aka 37 so'rayapti. Qo'shtog'on nech pul qilyapsiz? 37 million 300 ming so'm qo'shtog'on gapini oldim men anaqa tashlamayman birovga. 7 million 300 ming so'mga nechinchi bolasi? Nechta suti bor? 12 litr. 12 litr 10 taga beryapti menga. Xo'p, 12 ta deyapti, 10 ta sutga 3-chi bolasi. Bolasini ovozmi? Bolasini ovoz. 37 million 300. Mana shu bola men jiyanim bo'ladi, lak bosib. Qaysi bola? Mana shu bolami? Bo'ldi, muxlislarimiz akalar. Borlaringga shukr. Kayfiyat ko'taradigan muxlis. Bosamiz lakda. Lakda mashnaqa turgan joyiga mana bunaqa turgan rasm bor, rasmga bosasiz. Tushundingizmi? Ha, ko'rgan oling bepul bosiz, bepul. Boydada o'z kanali. Sigir bozoriga o'tishga qaror qildik. Sigir bozorida biz shunaqangi chiroyli savdolarda sizlarga ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Videolarimiz yoq ekan bo'lsa like bosib qo'yasizlar, kanalimiz mehmonlari obuna bo'lishni unutmang. Bizdan uzoqlashmang. Yo aka, Qormayli. Bu chiroyli nech pul ekan, chiroyli. 46 million bo'pti ekan. Nechinchi bolasi? Ha? Ikkinchi bolasi. Hop, aka, suti qancha suti? 18 ta 20 ta. Hop, 18 ta 20 ta. Aka, bozor nech pul qildi?
40 million qilyapti. Qiziqqanlarga telefon raqam berasizmi? 93 93lik 174 174 0050 0050. Necha kun bo'ldi bolasini tuqqaniga? 20 kunlik. 20 kunlik. Havaslilarga like bosib qo'yamiz. Qadrdonlar aloqaga chiqaverasizlar. O'zlaring uchun ma'lumotga sotilgan bo'lsa, necha pulga sotildi deb so'rab olasizlar. Sotilmagan bo'lsa, bemalol savdo qilishlarining imkoniyati bor. Shunaqami? Bo'ldi.